Riboni yeydiganlar qabrlaridan faqat shayton urib, jinni bo'lgan kishidek turarlar. Bu ularning tijorat ham riboga o'xshashdir deganlari uchundir. Holbuki Alloh tijoratni halol qilgan, riboni esa harom qilgan. Bas, kimki Robbidan ma'viza kelganda to'xtasa, avval o'tgani o'ziga va uning ishi Allohga havoladir. Kimki yana riboga qaytsa, ana o'shalar olov sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchidirlar. Baqara surasi 275-oyat. Yo Robbim, nima qilib qo'ydim? Endi nima qilaman? Nahotki biznesimni boshlashdan oldin shularni bilib olmadim. Nahotki o'ylamay qilgan birgina mana shu ishim tufayli butun topganlarim haromga aylanib, oxiratda azobga qolsam.